Men yaqinda bir video rolik ko'rdim, balki sizlar ham ko'rgandirsizlar. Qayta ko'z yosh bilan ko'rdim. Hozir ham turibdi, ko'rishinglar mumkin. Men xulosa qildim bu video rolikni ko'rib, bu ishni qilgan odam musulmon emas. Mana shu yaxshi gumon. Agar musulmon bo'lsa ham zolim musulmon ekan. 8 yo 10 yosh oralig'idagi bir qiz. Bu yerda yozilinganki, nochor, uyga pul olib borish kerak. Ana shu qizcha pul so'rasa, badbaxt bir erkak mana shu qalampirni, garimdorni yesang pul beraman deyapti. Haligi 8-10 yosh qizcha shunga rozi bo'lyapti. Ukalari bor uyda, non olib borish kerak. Rozi bo'lib, mayli deb haligini qo'ldagi garimdorni olib chaynab yeyapti. Garimdorni bergan inson hahalab kulyapti. Maza qilyapti. Achchiqmasmi desa, yo'q deyapti. Chunki achchiq desa pul ola olmaydi-da. Shundoq videoga olib turgan ahmoqni qarang. Yaqin olib kelib ko'zini ko'rsa, ko'zdan dona yosh yoqyapti. Lekin baqirib yig'la olmayapti. Hozir bolangizga achchiq berib ko'ring va uyingizni ko'tarib yuboradi yig'lab. U ham yig'layapti, ko'zdan yosh chiqyapti, lekin dod deya olmayapti. Dod desa pulni ola olmaydi. Bu riyo emasmi bu? Bu minnat emasmi bu? Bu aziyat emasmi bu? Men aytdimki, jumada shuni aytib beraman, lekin xulosamni ham aytaman. Musulmon emas bu deyman. Musulmon bo'lmagan inson shu ishni qildi deyman. Biz shunaqa qilmaylik deyman. Lekin bir inson aytsa-ki, "Qoraka, siz ko'rmabsiz uni oldinrog'ini yo keyinrog'ini, u musulmon edi" desa, men aytamanki, qiyomat yaqin.